Psixologik taraflama zo'ravonlik aslida nima? Zo'ravonlik unga jarohat yetkazish yoki bo'lmasam uni qiynoqqa solish holati emas, balki psixologik tarafdan qaraganingda uni manipulyatsiya qilish yoki qattiq nazoratga olish yoki uni uyaltirish jarayonlari ham bu o'sha insonni mana shu jarayonlar bilan ruhiy sindirish bu zo'ravonlik hisoblanadi. Endi zo'ravonlikda ayol nima bo'ladi? Zo'ravonlikda o'sha oilaviy zo'ravonlik natijasida o'ziga bo'lgan ishonchi tushadi va unda stress holati. Undan keyin depressiya holati, apatiya va oxir affekt, ya'ni affekt holati bu qisqa muddat davom etuvchi va oxiri portlash bilan tuguvchi jarayon. Ya'ni ayol o'ziga nimadir qilish holatiga kelib qoladi. Ya'ni orqaga yo oldiga qadam tashlay olmaydi. O'sha joyda tugashi kerak bo'ladi. Ana shu jarayonlarni natijasini ko'rgan oiladagi farzand ham xuddi kelajakda mana shu zo'ravonlik holatini o'zi bilmagan holatda ongsiz ravishda o'zini keyingi hayotiga ko'chirib qo'yadi. Ya'ni zo'ravonlik bu o'sha avlodlardan avlodlarga o'tuvchi zanjirlar orqali bog'langan psixologik travmatik jarayon hisoblanadi. Biz aytib o'tdik, biz o'zbek xalqi shundaymiz. Bolaligimizdan bizni ayniqsa ayol qizlarni shunday tarbiyalashadi: sabrli bo'l, jim, to'rt devor orasidagi gap tashqariga chiqmasligi kerak va yana shunga o'xshash gaplar bilan qo'ni qo'shni nima deydi, qarindosh urug' nima deydi va hokazolar bilan mana shunday yutib ta'ziqlarga chidab yashashga majbur bo'layotgan ayollarimiz ham yo'q emas. Mana shunday holatlarda aytib o'tganimizdek, qo'lida hunari yo'q, uy bekasi, o'qimagan yoki qayerga nima deb murojaat qilishni ham hattoki bilmaydi, o'sha tarbiyasiga muvofiq hech kimga og'iz ochmaydi. Bunday ayollarni mana shu holatdan chiqarib, qutqarib olish uchun nima qilish kerak? Kim ularga yordam bera oladi? Endi eng avvalo Mana o'zi murojaat qila olmaydi, haddi sig'maydi o'zini masalan. bir ayol mahallaga chiqqanlar va menga bola puli kerak, moddiy yordam kerak, men qiynalyapman, turmush o'rtog'im ishsizlar, qiyinchilikda yashayapman deb murojaat qilganlar va ijtimoiy xodimlarimizni mahoratini qarangki, mana